Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz matbuot anjumani qatnashchilari. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga xush kelibsiz. Bugungi matbuot anjumanimiz 2025-yilning birinchi oragi davomida hunarmandchilikni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalarga bag'ishlanadi. Bugun tadbirda Hunarmand uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Akbar Muhammedov, Hunarmand uyushmasi bo'lim boshlig'i Jamshid Tulyakov hamda Hunarmand jurnalining bosh muharriri Binafsha Nodir spiker sifatida ishtirok etishyapti. Bugungi mavzu yuzasidan ma'lumotlar berishadi. Hunarmand jurnalimiz birinchi soni qo'limda turibdi. Va yana bitta narsani aytmoqchiman, bu jurnalimiz bemalol xalqaro jahon standartlariga javob bera oladigan. Ijozatinglar bilan mana qisqacha jurnalimiz haqida aytib o'tsam, jurnalimiz 3 tilda, o'zbek, ingliz va rus tillarida har chorakda yiliga 4 marta chop etiladi. Ko'rib turibsiz, mana dizayn sifati, ko'rinishi jihatidan bemalol jahon standartlariga to'liq javob bera oladi. Va eng muhimi shundaki, bu O'zbekistonda hunarmandchilik bo'yicha yagona, nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham yagona bo'lgan nashr hisoblanadi. Bu nashr ilmiy ommabop hisoblanib, buni maqolalar saviyasiga juda ham katta e'tibor berilgan.